Ko'pchilik bizni shunchaki xizmat ko'rsatuvchi odam deb o'ylaydi, lekin har tong uyimdan chiqayotganda bitta narsani o'ylayman. Bugun qaysidir xonadonda beparvolik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan fojianing oldini olamanmi yoki yo'qmi? Bu shunchaki ish emas. Bu olov va gaz bilan yuzma-yuz keladigan kundalik sinov. Ushbu xayollar bilan chavg'ir ekanman. Buvimning shirin gaplari menga qayta kuch bag'ishlaydi. Uydan ishxonaga yetib kelar ekanman. Texnik xizmat sifatida xavfsiz hayot kafolati ishora bizga takror va takror ta'kidlanadi. Chunki har bir insonning xavfsizligi bevosita bizning mas'uliyatimizga bog'liq. Odamlar xavfsizlikni qachon tushunishadi? Afsuski, ko'pincha kech bo'lganda. Shuning uchun men har safar eshikni taqillatganda ularga bu ne'matning qadrini, xavf-xatar qanchalik yaqin turganini yana bir bor eslatishga majburman. Energo Digital xodimining bir kuni bu tinimsiz harakat minglab xonadonlarga xavfsizlik ulashish va o'z kasbiga bo'lgan yuksak sadoqat demakdir.